ilk 4 bilan 25'te arasındayım. O'sha gapda. 3 bilan 4'te var. 2 bilan 3'te ham bor. Hammasida bor belingizda. Birinchi, ikkinchisida ham bor ekan. O protruziyada ular. Boshlanishida. Boshlanishi balanddan boshlanyapti. Mana eng kattasi 54, 55. Shu oxirgi. 55 anada ham bor ekan, S1da ham bor ekan. 1, 2, 3, 4 ta kirishi bitta protruziya bor ekan. Tak, yaxshi. Hozir endi oxirgi paytda buyingdan sotib qolgan endi. Bo'yningizda ham bor-da bo'lsa. Bo'yningizda. Pastga qarab tursa meni bo'ldi. qirishib qoladi. Bo'yningizda ana o'yinlatisini qilmagansiz-da. Yo'q, buyini men qilmagan lekin. Tak, hozir. Mana keling, men bu yerga keling. Tak, endi ayting qani qayeringiz og'riydi? Mana shu egilgan vaqtda mana shu chap oyog'imga qo'lni beradi. Mana bunaqa belgilanmayman misol uchun. Oyoq tortib qolaveradi. Chap oyog'ingiz, o'ng oyog'ingizchi? Yo'q, o'ng oyoqqa yo'g'ri. Keyin o'tirgan vaqtda faqat mana chap oyoq tortib qoladi-da. Buni buyinimni eksam ham shu oyoqqacha berib og'riydi-da mana shuni. Bo'yinlaringizda ham og'riq bormi, yelkalaringizda? Yelkalarimda yo'q, buynim mana shu yerlarda qanaqadir bor-da, tez qotib qoladi. Chiqing bu yoqqa. Mana peshonangizdan yuqorasiz. Mana bu yerga. Qo'ldan qilib qo'ying. Siz o toshbosh ko'targansizmi? Ha, toshbosh ko'targan. Shu toshnikida bu. Toshni eski ko'targansiz. Mana shug'ullanamiz. Ehtiyot bo'lish kerak-da. Qarang, sportga shug'ullanishdan oldin ozroq oddiy mashqlar qilib olish kerak-da, badanni qizdirib olish kerak. Yo'q, ular обязательно. Qilasizmi? Sal pitaniyani yaxshilashingiz kerak ekanda. Oxirgi payt o'zida sal aralamoq. Pitani yaxshi bo'lish kerak-da. Mana ko'rinib turibdi, haligi skuter bilan shug'ullanganingiz, sport bilan. Qarang, mana bu yerda og'riq bormi? Yo'q, bu yerda og'riq yo'q. Bu yerda-chi? Yo'q, bu yerda. Mana bu yerda bormi og'riq? Mana shu yerda sal bor. Mana bu yerda bordi. Tak, mana bu yerlarda aytasiz endi. Mana shu yerda bormi og'riq? Yo'q, o'yladi yo'q. Mana shu pastdan qarang, mana bu yerda sal buni tushiring-da. Salgina bo'ldi. Mana shunday. Qarang, mana bu yerda og'riq bormi? Shu yerda. Chap tarafingizda bormi, o'ngdami? Chap tarafda. Mana shu yerda og'riq bormi? Bu yerda yo'q. Mana bu yerda. Bu yerda bor. Bor-a? Bu yoqda-chi, bu tarafda? Yo'q, bu tarafi. Bu yerda? Yo'q, bu yerda yo'q. Bu yerda yo'q. Bu yerda sal bor. Bu yoqda bor. Mana bu yerda ham bor-a? Bo'ldi, yaxshi. Qarang, balandga qarab yoqtinganda bitta tortamiz. Shuni yoqib turing. O'rtaga yoting, o'rtaga. Sal berdim. Qarang, qo'rqmaysiz, mana bukasiz mana yuzingizdan. Sekin tortaman, qo'rqmang. Bo'ldi, buningizda. Chap oyog'ingizda? Chap oyog'im. Tak. Endi bo'yningizni bitta tortamiz. Yotib turing, yotib turing. Ko'taring bo'yningizni. Xuddi shuni, bo'ldi. Bir kishi bo'lgandagida yaxshi ularni bosib turardi. Shuni ham tortamiz endi. Sal pastga yoting-da yana. Yana darsh. Yana. Bo'ldi, shuni torting. Shoshmay turing endi. Qisirlarni bu yog'i ham. Tak, endi qorin bilan yoting yana. Mana qo'yamiz, mana buni. Shoshmay bosib qo'yamiz. Og'riqli bo'ladi, bilasan. Chidab tursangiz, xudo xolasa yaxshi bo'lasiz. Chidab turasiz-da, siz sportsmen-ku. Sportsmenlar bor aka. Nima qilasiz? Boshqa iloji yo'q buni. Boshqa iloji chidaysizda. Bismillah deb boshladik bo'lmasa. Qo'lda qo'yib qo'ying, qo'lda.
şartlar tutturun endi mana bu asbobimiz bor shundan sekin uramiz. Hozir shug'ullanmayapsizmi? Endi qarang, bir oy shug'ullanmay turasiz. Faqat oddiy mashqlar bajarasiz. O'tirib turib, egilib. Faqat javob berib turnikka osildim, turnikka osildim. Iloji bo'lsa turnikka osilsangiz ham yerga sakrab tushmaysiz. Yo'q, sekin tushib. Sekin tushsang bo'ladi. Videolar ko'rdingizmi? Ko'rdim. Biznikini ko'rmagansiz-da? Ko'rdim. Ekrani ko'rdim. Sürekli yaman bu deganlar. Arasiga olamiz, arasini ochamiz. Dam olasizmi, tushasizmi? Bir tushing dam olsa. Evet. Keyin kerak bo'lsa yana chiqarsiz. Bitta tushing-da, dam oling. Sekin tushing. Evet, hadi tasavvur. O'zingizni avaylab berasiz 15-20 kun. Og'irlikni ko'tarmaysiz, sakramaysiz. Sakrab unaqa qilib turmaysiz. Oyoqlardan bunaqa risk harakat qilmay turing hozir. Joyiga qotish kerak-da, qarang, mana bunda shijib ketgan joy bor-ku. Shuni men bunday urib joyiga olib keldim-da. Siz hozir bunaqa qilsangiz bo'ladi, yana joyiga ketib qoladi. Qarang. Mana shunday yurasiz. Mana bu mashq qilasiz, mana bu. Shuni qilasiz, mana sekin o'tirib turasiz. Bo'ldi, boshqa mashq qilmaysiz. Mana bunaqa qilmaysiz. Bunaqa qilmaysiz. 15-20 kun joyiga qotadi-ku, mana shunday joyiga qotgandan keyin 20 kunlardan keyin asta-sekin keyin bunaqa qilsangiz bo'ladi. Bunaqa. Bo'ladi. Hozircha burilmay turasiz. Turnikka bo'lsa, iloji bo'lsa turnikka ham osmasangiz yaxshi bo'ladi. Turnik osilmayadi. Turnik apasida baribir. Sistoratda ochak osilsa bo'ladi. Osilmay turib 20 kunlardan keyin osilasiz turnikka. Joyiga ko'nikish kerak-da. Mana qarang, sizga bitta misol keltiraman. Mana bu yerda chiqib ketadi-ku, yiqilib, travmalar, shuni gipslab qo'yamiz. Bilasizmi? Nima uchun? Joyiga qolmasin. Qotsin, harakat qilmasin, joyiga qotsin deb. Ben xuddi shunday, bu yerda gipslash iloji yo'q. Siz faraz qilasiz, gipsda turibdi deb. Ehtiyot bo'lib, men egilib turib, mana shunaqa qilib. Bandaj qo'yib qo'yaman. Bandaj kerak emas. Bandaj qilsangiz, naborat qon keltirmay qo'yadi, qisib. Qon aylanish buziladi. To'qmay bandaj. Bandaj to'qmangdan faqat ehtiyot qilib bering. Suv ko'tarma, og'irnasi 5 kilodan narsa og'irnasi ko'taraman. Hech narsa ko'tarmang. Sakramaysiz, Damasga o'tirmaysiz, jostki mashina bor. Shunga o'tirmaysiz, sakramaysiz, ot eshakka minmaysiz. Ana shu o'zingiz ehtiyot qilasiz-da. Tushundim. Tugataylik to'xtamani. Tugataylik. Yana bitta Koksatroz degan kasallik ham bor-da, bo'g'imning o'zini kasalligi u. Girjaga aloqasi bo'lmaydi uni. Yemirilish deydi. Bu yomon kasallik lekin juda. Koksatroz deydi uni. Va tizanikini artrit deydi. Tiza yemirilishi bor. Ana uni Covid o'tkazganlarda shunaqa asorat paydo bo'lgan oqibatlarda. Mana shu tiza yemirilishi, tos yemirilishi. Uni zamina qiladi uni. Juda yomon narsa bu. Shu o'rniga sun'iy bo'g'im qo'yadi, sun'iy.
Qara, mana bu yerlarda og'riq bormi? Bu yerda og'irliging kamayadi bundan keyin bu. Kamaygan, sekin ketadi bu. Mana bu yerdachi? Yo'q, bu yerdagi ham kamayadi. Shu обычный bosiygan zo'r bor. Bu yoqda yo'q edi o'zi. Yo'q, bu yerda yo'q. Men shu yerdaman, qarang. Telefonim ishlab turadi. Yana 15 xohlasangiz 15 kundan kelib ketasiz yana. 2 marta bo'ladi ba'zilarniki. Qotib ketgan bo'lsa, og'rimasa kelib o'tirmaysiz. Shu ahvolga qarab. Ahvolingizga qarab. Ikkinchi kelishingiz yarim narxi bo'ladi. Chunki asosiy ishni qilib qolamizda, endi chalasi qo'yilmasa keyin to'g'rilaymiz. Tushasizmi, bo'ldimi? Bo'ldi. Navoiydan kelganman, men eshitib, hozir mana eklolmasdim. Shu qo'lim kelmas, havadan istab tortilaverasiz. Keyin o'tirgan vaqtda ham bu taraf tortishaveradi. Hozir yo'q, shu o'sha litina sal og'rig'i bor. O'shadan qilgan larzi. Hozir ancha kamaygan. Keyin bo'ynimni eksam ham даже oyog'imgacha beradi tik turgan holatda. Hozir yaxshi. Yaxshi. Malades. Tavsiya qilsa bo'ladi, boshqalar ham kelsa bo'ladi. Tavsiya qilsa bo'ladi, endi o'tkazolmaslik kerak. Malades. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kasal bo'lmang endi. Rahmat, aytsaman.